Yana Qo'qon, yana ko'p qavatli uyda portlash. Yaqinda Muqimiy shaharchasida sodir bo'lgan fojiaga o'xshash holat bu safar Alisher Navoiy mavzesidagi 53-Bo'ston mahallasida kuzatildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bugun soat 14:47 da Farg'ona viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga 112 yagona dispetcherlik xizmati orqali Bo'ston mahallasida joylashgan ko'p qavatli uylarning birida chaqnash sodir bo'lgani va uning ortidan yong'in kelib chiqqanligi haqida xabar kelib tushgan. Xabarga asosan voqea joyiga yong'in qutqaruv ekipajlari hamda boshqa tegishli xizmatlar zudlik bilan jalb etilgan. Qutqaruvchilar hodisa manziliga yetib borib, yong'inni tezkorlik bilan bartaraf etgan. Ayni damda biz voqea joyidamiz. Hudud to'liq o'rab olingan, 10 dan ortiq texnikalar va qutqaruvchilar yordamga yetib kelgan. Hozirda yetkazilgan talafotlarni bartaraf etish choralari ko'rilmoqda. Portlash natijasida xonadon va binoning ayrim konstruktiv qismlariga zarar yetgan. Olib borilgan qidiruv-qutqaruv ishlari jarayonida vayronalar ostidan bir nafar fuqaroning jasadi topilgan. Portlash kuchi qay darajada bo'lganini ro'paradagi ko'p qavatli uyning yo'laklari va xonadonlardagi deraza oynalari chilparchin bo'lib, atrofga sochilib ketganidan ham anglash mumkin. Hozirda hodisa sabablari yuzasidan tegishli tartibda surishtiruv ishlari olib borilmoqda.